Putinning Peterburgga tashrifi sabab internet o'chirib qo'yildi. Kreml javob berdi. Rossiya havo sulhi taklifini qabul qiladimi? Eron AQShga shart qo'ydi. Hujumlar to'xtaydimi? Kongoda Ebola avj oldi. 1000 dan ortiq odam vafot etdi. Putinning Peterburgga tashrifi sabab internet o'chirib qo'yildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Harbiy dengiz floti kuni munosabati bilan Sankt-Peterburgga tashrif buyurgan paytda shaharda internet bilan bog'liq keng ko'lamli uzilishlar kuzatildi. The Moscow Times xabariga ko'ra, dovun detektor ma'lumotlarida soat 13:00 dan boshlab internet ishlamayotgani haqida 1000 ga yaqin shikoyat qayd etilgan. Ayrim foydalanuvchilar faqat oq ro'yxatdagi sayt va ilovalarga kira olganligini bildirgan. Shu kuni Putin Harbiy dengiz flotining 330 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Xavfsizlik sabab ayrim ko'chalarda transport harakati vaqtincha cheklangan, biroq dron hujumi haqida rasmiy ogohlantirish berilmagan. Bu yil ham ehtimoliy xavfsizlik xavfi sabab Harbiy dengiz paradi va bayram salyuti bekor qilingan. Hozircha internetdagi uzilishlarning aniq sababi rasman ma'lum qilinmagan. Shuningdek, bu cheklovlar prezident tashrifi bilan bevosita bog'liq ekani ham rasmiy tasdiqlanmagan. Kreml javob berdi. Rossiya havo sulhi taklifini qabul qiladimi? Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh va Ukraina muhokama qilayotgan havo sulhi taklifiga munosabat bildirib, bu masalada xulosa chiqarishga hali erta ekanligini aytdi. Reuters xabariga ko'ra, AQSh va Ukraina Rossiyaga taqdim etilishi mumkin bo'lgan havo sulhi tashabbusini muhokama qilmoqda. Mazkur taklif 2022-yilda boshlangan urush bo'yicha tinchlik muzokaralarini qayta jonlantirishga qaratilgan. Peskovning ta'kidlashicha, Kreml hozircha bu xabarlarning ishonchliligini tasdiqlamaydi va har qanday yangi tashabbus faqat Rossiya manfaatlariga qanchalik mos kelishiga qarab baholanadi. Shuningdek, u Moskva va Washington o'rtasidagi muloqot kanallari saqlanib qolayotganligini bildirgan. Reuters ma'lumotiga ko'ra, havo sulhi bo'yicha muhokamalar Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida rejalashtirilayotgan uchrashuv arafasida davom etmoqda. Eron AQShga shart qo'ydi. Hujumlar to'xtaydimi? Eron AQSh hujumlarini to'xtatsa, o'zining harbiy zarbalarini ham to'xtatishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters agentligi yuqori lavozimli eronlik manbaga tayanib xabar berdi. Manbaga ko'ra, Tehronning asosiy pozitsiyasi o'zgarmagan, zarbaga zarba. Agar AQSh bombardimonlarni to'xtatsa, Eron ham javob hujumlarini davom ettirmaydi. Bu pozitsiya Washingtonga yetkazilgani aytilmoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, 24-iyul oqshomidan buyon Eronga yangi havo hujumlari amalga oshirilmagan. Shuningdek, Eron ham oxirgi 2 kun davomida AQSh bazalariga yangi zarbalar bermagan. AQShning BMTdagi elchisi Mike Watsonning aytishicha, AQSh prezidenti Donald Trampning diplomatik muzokaralarga imkon yaratish maqsadida hujumlarni vaqtincha to'xtatishga qaror qilgan. Biroq Reuters suhbatlashgan manbalarga ko'ra, tomonlar o'rtasida ishonch hali past darajada qolmoqda va kuzatilayotgan tanaffus uzoq muddatli sulhdan ko'ra taktik pauza bo'lishi mumkin. Kongoda Ebola avj oldi. 1000 dan ortiq odam vafot etdi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi tarqalishi davom etmoqda. Mamlakat hukumati e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tasdiqlangan kasallik holatlari soni 3200 nafarga yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, epidemiya boshlanganidan buyon virus oqibatida 1405 kishi hayotdan ko'z yumgan. Hukumat yuqori xavfli hududlarda tibbiy kuzatuvni kuchaytirish, bemorlarni izolyatsiya qilish va aholini xabardor qilish choralarini davom ettirmoqda. Ebola tana suyuqliklari orqali yuqadigan, og'ir kechishi va yuqori o'lim darajasi bilan ajralib turadigan virusli kasallikdir. Mutaxassislar epidemiyani nazorat qilish uchun kasallikni erta aniqlash, tezkor davolash va emlash muhimligini ta'kidlamoqda. Kongo Demokratik Respublikasi avval ham Ebola epidemiyalarini boshdan kechirgan. Biroq mamlakatning ayrim hududlaridagi xavfsizlik muammolari va tibbiy infratuzilmaning cheklangani kasallikka qarshi kurashni murakkablashtirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.